Sağlığın bu eng katta boylig'ing, lekin sog'lig'imizning qadrini uni yo'qotgandan keyin bilamiz. Sog'lig'ing barda senda ming tashvish. Kasallansang birgina tashvish, o'lam sening sog'lig'ing. Boshqa hech narsa уже muammo emas. Eng aziz organlarimizning biri ko'z hisoblanadi. Doktor Maqsudova klinikasida birlamchi tekshiruvdan o'tdim. Bir necha apparatlarda ko'zimning zreniyasi, davleniyasi, shoh pardasi ish qilib tub-tubinachim tekshirdilar. Klinika direktori Gulara Jumabayevna shunday ajoyib inson, imkoniyatim bar vaqtida odamlarga yaxshilik ishlab qolin deyman. Bugundan boshlab aksiya boshlandi klinikada. 25-sentyabrdan 25-oktyabrgacha sahr kasalligi bor bemorlarning ko'z tubi bepul ko'rikdan o'tkazilib tashxis qo'yiladi. Sahri bor yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Doktor menga kataraktaning nukanligini tushuntirib beryapti. Никаких вмешательств не требуется. Allohga ming shukr, menda hammasi yaxshi ekan. Adres o'zgarmagan, shu turgan joyimda turibdi. Vokzalning ko'chasida, to'g'risida ishonch do'koni, baraka do'koni, anar to'yxonasi. Hammangizga sihat salomatlik tilayman.